ko'pchilik aytadi, palon doktorga bordim, pismalon doktorga bordim, analizini topshirdim, analiz qildim, battar hamma narsa qildim, befoyda bo'ldi, doktorlar mana shu ekan. Yo'q, unaqa emas. Xo'p, endi tabiblarga ham xuddi shu masala. Anu tabibga bordim, uni berdi, mana bu tabibga bordim, buni berdi, bo'lmadi, anaqa, manaqa. Yo'q, u ham to'g'ri emas. Assalomu alaykum hammaga. Demak, tahorat bu ibodatning boshlang'ich qadami bo'lganida, salomatlikka eltuvchi yo'lga ham tayyorgarlik kerak bo'ladi. Men bugun sizlar bilan hech qanday gaplashilmaydigan, ortiqcha foyda, zararlar haqida gapirmaydigan, osongina salomatlikka eltuvchi yo'llarni gaplashadigan sherik bo'laman sizlarga. Bundan buyog'iga o'zimning kanalimda, bundan tashqari YouTube kanalimda shu video, mana shunaqangi video shaklda, demak, ma'lumotlar joylab boraman. Azob olinglar. Men professionalniy ijodkor emasman. Ya'ni videolarni montaj qilish bo'yicha yoki nimadir tabiblik bo'yicha yoki yana bo'lishi mumkin a'lo nutq egasi emasman, lekin shu sohada bilsanglar, farmatsevtika institutini bitirganman, farmatsevtika litseyini bitirganman, bundan tashqari aptekalarda ishlaganman, dori производствоda ishlaganman, distributsiyada qatnashganman va mana tabobatda ham 1,5 yildan beri yuribman, giyohlar sotaman. Uncha buncha kasalliklar, inson salomatligi, inson ruhiyati, kasalliklarga olib boruvchi yo'llar, uni qanaqa yechimlari почти nima desam bo'ladi, 90% amaliyotni bilaman. 90% amaliyot. Faqat jarrohlik amaliyotlarini bilmayman xolos. Qolgan hammasini xudo xolisa bilaman va men shular haqida sizlar bilan ulashib bormoqchiman. Xo'p, fikrimga amal qilish masalasi, amal qilasizlarmi, qilmaysizlarmi? Balki kerakli joylarini olarsizlar o'zingiz uchun. Xatodan xoli emasmiz. Xatolar kuzatilishi mumkin. Faqatgina foydali qismini, o'zingiz uchun kerak bo'ladigan qismini olishinglarni tavsiya berardim. Bundan tashqari nazariy bilimlarim yetarlicha emas. Nazariy bilimlarim yetarlicha emas. Men kimgadir bilim ham ulashish niyatim yo'q. Shunchaki men o'zimda miyamda yig'ilib qolgan amaliyotimni mustahkamlamoqchiman. Demak, videoga olib, o'zimning kanallarimga joylab boraman. Kim uchundir qiziqarli bo'lsa, demak, Telegram kanalimga va YouTube kanalimga a'zo bo'linglar. Nimaga aynan YouTube kanali? Menga prosmotr kerak emas. YouTube kanali deyishimning sababi, Telegramda katta hajmli videolarni sketchat qilib ko'rish juda ham qiyin bo'lishi mumkin ba'zilar uchun. YouTube'da sketchat qilib o'tirilmaydi, shunchaki kiriladi va ko'riladi. Shuning uchun YouTube kanalimga a'zo bo'linglar. Ammo pastda silkalarni qoldiraman. Xudo xolasa har kuni yoki 2 kunda bir har bitta kasallikni, demak, kelib chiqish sabablarini, undan tashqari amaliy qanaqa undan xalos bo'lish mumkinligini chapana tilda ko'rib chiqib, chapana tilda xudo xolasa davosini beramiz. Bilasizlar, giyohxonam ham bor, dorixonam ham bor va ikkita sohada ham o'ziga yarasha bilimga egaman. Agar bilsanglar, bitta qisqa ma'lumot, dorilardan ham agar to'g'ri foydalanilsa, foydasi bor odamga. Mana ko'pchilik hozir tibbiyot bilan tabobatni bir-biriga teskari ham qilib qo'yishyapti. Aslida unaqa emas. Men bunaqa fikrda emasman. Prosta tibbiyotda bizaga noto'g'ri singdirilgan, demak, targ'ibot ishlari bor-da. U yoqda men hatto bo'lgan narsalarni ham xudo xolisa ko'rib chiqamiz. Men o'zim aytib o'taman shu narsalarni. Bundan tashqari tabobatda ham ozgina qoloqligimiz sabablari bor. Buni ham sizlarga aytib chiqaman xudo xolisa. Hozir emas, keyingi videolarda. Xo'p, endi ikkalasini jipslashtirsa qanaqa bo'ladi? Nima deb o'ylaysizlar? Aynan shu masalani men ko'tarmoqchiman. Ya'ni birinchi darsi o'zidan salomatlikka dorilarsiz yetib olish haqida gaplashamiz. Ya'ni inson o'zini qanaqa ruhiy tayyorlashi, qanaqa qilib kimga ishonishi, qaysi doktorga ishonishi. Mana ko'pchilik aytadi, palon doktorga bordim, pismalon doktorga bordim, analizini topshirdim, analiz qildim, battar hamma narsa qildim, befoyda bo'ldi, doktorlar mana shu ekan. Yo'q, unaqa emas. Xo'p, endi tabiblarga ham xuddi shu masala. Anu tabibga bordim, uni berdi, mana bu tabibga bordim, buni berdi, bo'lmadi, anaqa, manaqa. Yo'q, u ham to'g'ri emas. Xo'p, birinchi masala o'zimizda, demak, bilimimizda, ko'nikmamizda, qarashlarimizda ko'p narsa yotadi. Kim nima desa ishonib yugurib ketib bo'lmaydi-ku. Xo'p, agar doktor gapirsa ham, oldin nimaga shunaqa dotdi? Bu yozayotgan dorilar nima uchun? Hammasini ko'rib chiqishimiz kerak. Tabib yozsa ham xuddi shunaqa, qo'limizda internet bor, Google bor, saviyamiz u darajada bo'lmasa ham. Men nima demoqchiman? Bu hozir yechim deb aytayotganim yo'q bu narsani. Qisqacha nima haqida gapirayotganimni tushunib olishinglar uchun buni gapirdim. Xo'p, hozirda faqat gapiradigan gapim, demak, birinchi masala salomatlikka eltuvchi yo'lni ko'rib chiqamiz. Ikkinchisi, barcha kasallik turlari, xudo xolasa, xudo kuch-quvvat, sabr bersin. Barcha kasallik turlari, bundan tashqari ularning yechimi, davosi, qanaqa qilib dorilarda u kasallikdan qutulsa bo'ladi yoki giyohlarda yoki ikkalasini совместно aralashtirib ichsak bo'ladimi degan vobros qo'yamiz o'rtaga. Va bundan tashqari, demak, ikkalasi ham hal qila olmaydigan, faqatgina doktorlar bilan operatsiya usuli bilan hal bo'ladigan kasalliklar mavjud yoki aniq
nazorat ostida davolaniladigan kasalliklar mavjud. Ularni ham ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari, men yana xohlardim o'zaro suhbatlarimizni, demak, kommentariyada suhbatlarimizni xohlardim. Misol, men xato qilishim mumkin yoki kimgadir yana qo'shimcha meni fikrlarimdan tashqari yana qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Aynan shularni kommentariyada yoritsangiz, qanaqadir men xohlayapman, mana shu Telegram kanalim, ya'ni qo'yadigan video postlarim va uni tagidagi kommentariyalar bilimlar chorrahasi bo'lishini, bilimlar kesishmasida bo'lishini xohlayapman. Bu nima degani? Masalan, juda ko'pchiligimiz o'ziga yarasha bilimga, tajribaga, ko'nikmaga egamiz. Ko'p kitob o'qiganlar bor, amaliyotda sinamagan bo'lsa ham, ko'p amaliyotda yurganlar bor. Men to'g'risi hali yosh deb hisoblayman o'zim. Men hamma yosh deb hisoblaydi, lekin bilim sohasida aynan men yoshim ancha yosh. Juda ko'p o'qishim kerak hali. O'qib hamcha qoyil qilmayman menimcha, lekin bu uchun o'zimni aybdor his qilmayman. O'zimga yarasha nima deydi, xulosalarim har bir sohada bor. Demak, o'zingizlar fikrlaringiz bilan bo'lishinglarni xohlardim. Birinchi bugun gaplashadigan mavzuyimiz. Demak, bugunni o'zida boshlaymiz. Kasallikka davosi uchun nima ishlarni amalga oshirishimiz kerak? Qanday tayyorgarliklar ko'rishimiz kerak? Birinchi va savolim. Ikkinchisi, organizmimiz uchun, mana keyingi video uchun sizlarga uy vazifa bu. Organizmimiz uchun bitta varoqcha olsaydi, ko'p emas, mana shunaqa bitta varoqcha olib, shu varoqchaga ikkiga bo'lib, o'shani bir tarafiga har kuni iste'mol qiladigan narsalarimizni, ya'ni oziq moddalarimiz yoki ichimliklarimizni foydali qismini yozsaydi, bir tarafiga zararli deb hisoblaydiganlarimiz yozsaydi. Bu o'zingizning shaxsiy fikringiz bo'lishi kerak. Odamlar shakari zarar dedi, demak zarar ekan deb hisoblaganingiz emas. O'zingiz yeb, ichib yurgan narsalaringiz, ya'ni oziq moddalaringizni siz uchun qaysi biri zarardek xuddi organizmingizga singyapti, shuni biling bo'ldi. Yoki qaysi birini yesangiz maza qilasiz. Aynan shularni ikkiga bo'lib yozib olinglar. Iloji bo'lsa keyingi darsimizda mana shuni ko'ramiz. Dars demaylik, keyingi suhbatimizda mana shularni ko'rib chiqamiz. Xudo xolisa hozir YouTube kanalimni va Telegram kanalimni pastda qoldiraman. Videoni hozircha o'chirib turaman. Xo'p, xudo xolisa obuna bo'lib qo'ysanglar, ancha manfaatli bo'ladi hamma uchun. Sog' bo'linglar. Hammanglarni kutib qolaman.